Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, aziz obunachilar. Xudo xolasa bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Katta Qurama qishlog'idan sizlar uchun Ahror tog'amning mol fermasiga kelganmiz. Xudo xolasa bugun sotiladigan buqachalar bor ekan. Ahror tog'amning shaxsiy o'zlari bilan shu buqachalarning narxlarini yoritib boramiz. Videoda oxirigacha ko'rsalaring, mana bunaqa partarashga variantlari ham bor. Biz so'zni vatani Ahror tog'amga bersak. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, mana shu ukamni qo'llab-quvvatlab turganlaringdan Alloh rozi bo'lsin. Qo'llab-quvvatlab do'st birodarlarga padilissa qilib turinglar. Alloh rozi bo'lsin. Like bosib turinglar. Like bosgan qo'llaringga dard ko'rmasin. Nima niyat qilgan bo'lsam, Alloh taolo niyatlaringga yetkazsin. Sizlar uchun Xudo xolisa qo'ldan kelgancha mashayda 20 boshdan olasimiz bor. Yengil qilib beramiz inshaalloh. Mana 7,5 ga novos bormi deganga mana bizda borda inshaalloh. Mana 7,5 ga. Bunlar ham bor 86. 7,5 ga javob inshaalloh sinovdan o'tgan. Bolalar hali charchovda. O'zim ham uxlagan yo'qman. Hali o'zim ham uxlagan yo'qman. Kechqurun kelib tushgan soat 4 da. 4:05 da kelib tushdi. Mana endi yengil ishlab berib, yengil qorni to'q. 7,5 zot inshaalloh. 7,5 zo'r. Dastlabkilar Xudo xolasa. Vodiy bo'ylab 7,500 ming so'm. 7,500 ming so'm. Endi mana edi, bor 14tasini, 14ta Xudo xolasa bir yerga ketamiz. Sanayman hozir, qarang mana. Buni bitta. Buni yengil qilib beramiz. Ha? Ko'ryaptimi? Ha, ko'ryapti. Buni ikkinchisi, endi akalar yengil mashina hozir baylab turibmiz. Keyin qo'yaveramiz, qo'rada yuradi. Ikkinchisi bu. Ha. Buni uchinchisi buni. Uchinchisi shvet. Qachga narsalar inshaalloh. Ha, buni to'rtinchisi. Bu to'rtinchisi olapakka. Voy, mashallah. Buni 5-chisi. Mana yana oyoq qo'llari o'ta baquvvat narsa ekan shu. Buni 6-chisi. Bu 6-chisi. Buni 7-chisi. 7-chisi. Buni 8-chisi. Mana 8-chisi. Buni 9-chisi. 9-chisi mana. O'ta baquvvat ekan shu. 10-chisi. Mana shu donlarsa. Hammasi ham yaxshi inshaalloh. Shvet 11-chisi. Ha? 12-chisi. 12-chisi. Buni ham qo'yaverasizmi? Bo'ldi, buni ham lekin talla bo'lsa, pilisi bor. Talla bo'lsa necha pullar? Talla bo'lsa, mana shuni Mashinimi? 10,5 ga beraman. Mana shu 10,5. Ha. Bo'ylari nechidan nechigacha bularda? Bo'ylarimi? Eng pasti, eng baland. Hozir. Kerakli bor. 93dan 90 yurishgacha bunisi kattaroq lekin. Bunisi 1 metr ekan. Bo'yi 1 mashina, eng balandi 1. Ha, eng baland. Eng balandi 1. 13 dan ichida. Ha. 97 ekan. 95 ga olishaversin-a? Ha, 95 ga, 97 chiqyapti. 97. 1 metrga 95 ekan mana, ha. 95 ga 1 metr 95 pilisiga akalar. Ketdi, bir yerga inshaalloh 13 tasini. 13 tami 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ta. 13 tasini bir yerga. Pilisi bor dedimi? Gapiring. Endi hammasini tanlab olishga pilisi bor. Bir yerga olaman degan aka-ukalarimiz uchun 9 million 400 ming so'mdan bir yerga bobar ekan. Hayri bor 9 million 400 dan. Hayriga o'tib beraman, ha, bir yerga. 9 million 400 dan akalar o'ta chiroyli ahvolda. Uzoqlar alik emas-da, hammasi 13 tasini bir yerga olganga. Uzoqlar hammasi oyoq qo'llari baquvvat tarafga narsalar. Hop, keyingisi qaysi? Mana bu kichkina bu krasavchigimiz bor. Krasavchi, oyoq qo'llari ham stakan tuyoq. Bo'ladigan bo'lsa bu torlataveradi inshaalloh. Bo'yi necha ekan buni? Buni bo'yi 87 ekan. 87. Ko'z yoshlarni ko'rib qo'ying. Oyoqlarini stakan tuyoq. Kelajagi bor buzoqlar mana. Necha pul deymiz buni? Buni 10 million lekin. 10 million. Ha. Hayri bor-a? Hayriga o'tib beramiz. 10 million vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Muxtor g'amchisi, ichki paraz, tashqi paraziga lichenalarni qilib beramiz inshaalloh. Molni yeb ichar zovut inshaalloh. Boqsalaring bo'ldi uylaringga borib, Xudo xolasa. Qara.
Buni qora oqbosh. Oqboshimiz bu endi gibridmi, gibrid emasmi? Vallohi alam. Egasidan so'ramoqmiz, oqbosh ekan. Oh, bosh. Gibrid bo'lishi ham mumkin, xudo xolasa. Biri 2 ekan, birga ham olaversin. Biri 2. Ha. 1 metrga olaverasizlar 1 akalar. metrga olishi bo'lsin. Oyoq qo'llarini ko'rsatib o'tamiz. Nech pul deymiz? 11 million 200 ming so'm. 11 million 200 ming so'm. O'tib beraman. 11 million 200 kami bor, hayır. Kami bor. Buni shvetimiz bor. Biri 9 qolaversin. Biri 9 li. Mol. Nech pul bu? Bu var, unakini 11,5 ga beraman. Babaraka 11,5. 11,5 ga akalar 1.9 li mol qayda beradi? Ahrar tog'imda beradi mana. Qancha o'rab, hamisha o'rab. Mana akalar. Biri 6. O qora to'y. Nesi? Ikkalasini bitta qo'yamizmi yo? O'zimni opamniki, jiyanniki. Hali urushma opam haliga. Pochchani payg'ambarlarimiz ham siylagan deydi. Dehqonlik ekanda. Ha, dehqonniki bu. Biri 7. Biri Bu 7. uyda tulka hashax bilan boqilgan narsa. Oyoqlari ham stakan tuyo, shvet buni. Ikkitasini bir yerga olsa, o qarab. Ikkitasini bir yerga. Ha, ikkitasini bir yerga olsa 29 million so'm. 29 million. Tanlab olishgach. Tanlab olishga buni 15,5 Bo'ldi. Hisob. 15,5. Hayri bor 29 dan. Ha, Kami bor. Akalar aloqa chiqarasizlar pastdan. Bu sal ko'par berib tursa, vashshi porlab boradi bu bor. Mana akalar. Oyoq qo'llardan stakan yo'q-ku u yer. Bo'ldi. Kamini Hisob 29 million kami bor. Ha, yo'q. Navbatdagi buqamizga o'tamiz mana paltarashga. Oldilar ya, maşallah, maşallah deymiz inşallah. Hadi. Akalar mana Bu bu maşı var, zora. Xudo xolasa menga telefon qilib, haligi qilsa var, obunachimizga 25 ekan 24 ga olishi bo'lsin. Buni var, uch uyda porlatadigan qilib, lichinalarini bittasini qilib beraman, keyingilarni aytib beraman. Tursa var, uch uyda porlatadi buni. Mana akalar bir qator ko'rsatamiz. Ko'rsonlansa, tushungan odam oladi buni. Kelib ko'rib olaversin, ha? Nech pul narxi buni? 21,5 million so'm. 21,5 million. Yaxshi narx bo'ldi. Tursonda hali buzoq bor. Hali buzoq-a bu? Ha, Tish yormagan a? yo'q. Yo'q. Shiyormanmi? Tish yormagan akalar. To'xtara, bu kichkina buzoq hali yosh bo'lgan. Yaxshi buqolar. Hop, akalar xudo Bu charchovda bu. charchovda. Bu hali yotgan yo'q, yedi. Shuni uyga qo'yishdi. O'zim ham birgina demagan. Akalar xudo xolasa aloqa chiqarasizlar. Shu qarab, mashalloh, mashalloh. Stakan tuyo. Qorasi ham qarab. Xudo xolasa akalar videorolikka yakun yasaymiz. Hammasi ham puli qo'yamiz, ha. Bo'pti, Alloh taolo rozi bo'lsin har bandadan like bosib, podelishsa qilib, mana shu bratishkani qo'llayveringlar. Bir porlab ketsa sizlar deysizlar buratda akalar shuni. Akalar xudo xolasa telefon qilsalaring Rossiyadagi musofirdagi akalarga nomerlar WhatsApp, Telegram ishlaydi. Aloqa chiqarasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha.